Ko'tirgan o'zi oyog'ini urib sindiraman. Bolani oyog'iga urib bo'lmaydi, oyog'i ishlamay qoladi. To'ppa-to'g'ri qayerga ursak o'sha joy ishlamaydi. Onam bizani yoshligimizga nima uchun dars qilmadi deb kallamizga uraydilar. Keyin kallang nima uchun ishlamabdi deb yana kallamizga uraydilar. Ana ovsin sasiyota bir ish qilay demaydi. Ovsin degani opa singilday degan gap. Mana onamni topib beringlar. O'zingiz yaqinda ovsinimni marg'imish berib o'ldiraman dedingiz-ku. Iflos arzirdi-da. Kecha o'g'lim uydan beso'roq chiqib ketganiga jahl ustida bir shapat qo'yib yuboribman-da. Bu shapatlab urma, qo'lingiz og'riydi. Onamga o'xshab choynak bilan oting. Chaydan qo'y. Kecha bog'cha borayotgan bolamni bozorga olib chiqsam, o'zim tanlayman deydi. Qo'yib bering bolani. O'z ixtiyoriga qo'ying. Onamni ishlarga farishta kira oldimmi? O'zi tanlasin. Ona o'zim qo'liga krossovka olsam bo'ladimi? Men aytganimda olasan tuflini. Erim ishlamaydi, ro'zg'orga ham qaramaydi bir mundoq. Unday demang, shukr qiling. Bularni ozgina kam tilla olib berganlarga orzu havas ko'ra olmayapmiz deb